Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugun Quva bozoriga kelganmiz. Bir donadan lakni bosib qo'yamiz mehnatimiz uchun. Boshladik. Nechi pul ekan gapini puli? 38 ganim bor. Bolasimi? Bolasi. Nechta suti bor? 12 litr sutga bolasi xunaji. Nechinchi tug'ish aka? 4-si. Telefon nomer? 95lik. 027 12-16 aloqaga chiqaverasizlar ishqibozlar bo'lsa. Quva bozorida turibdi mana. Farg'ona viloyati Quva tumanida. Ishlari yaxshi. 35 million so'mlar qaytalyapti. Bolasi xunaji. Bunisi 3-si ekan, bolasi 4-si. Qonida 4-si bor ekan mana. 35 million so'mlar qaytalyapti. Qonida necha oylik tog'a? Qonida necha oylik? 4-oyga o'tibdi mana. Quva bozorda ona bola narxlari. 34 million so'mlar qaytalyapti. Bolasi xunaji. Farg'ona viloyati Quva tumanida. Quva bozorda. Mana idishlar. Bolasi xunaji. Nechi pul kam bu? 20 million. Xonada bolasi yo'q. 20 million so'm savdosi bo'libdi mana. Bolasi xunaji. Nechta suti bor aka? 6 ta suti. 6 litr suti bor ekan, bolasi xunaji. 20 million so'm savdosi bo'libdi mana. Telefon nomeri bormi aka? 93lik 157 99 00 ga aloqa chiqaverasizlar ishqibozlar bo'lsa. 40 million so'm kami bor, bolasi novoz. Nechta litr suti bor? 10 litr sutga 40 million so'm. Kami bor, bolasi muqoman. Katta qo'ygan ekan anchagina. Nechinchi tug'ishi? 3-chi bolasiga. 4-dan 4 joyda ekan mana. Xonada necha oylik bor? 2-oy ketyapti. 2-oy ketyapti. Telefon nomer? Nomerini olasan. Nomerni bog'da. Gapiraman mashaqotli 50lik 50lik 666 29-22 aloqaga chiqaverasizlar ishqibozlar bo'lsa. Farg'ona viloyati Quva bozoriga. Quva bozorida turibdi mana. Shu sigirimiz. Boshqatda